Assalamu qarindoshlarım. Men kitob o'qish munbiridan Mehray Rahman. Biz Sherin Buloq degan seriyani o'qib, tunugun Quba kentida shodlik degan mazmunga kelib to'xtagan edik. Unda bo'lsa, tövanda davomlashtiramiz. Başlap ketdik hamsa. Quba kentida shodlik. Besatning 14-yili. Bu Hijriyaning 1-yili hisoblanadi. Rabiul Avvalning 8-kuni, ya'ni milodiya 622-yil 9-oyning 23-kuni. Dushanba Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Quba kentiga yetib keldi. Urva ibn Zubayr raziyallohu anhu mundaq degan: Madinadagi musulmonlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Makkadan chiqib ketganligini anglagan edi. Şoň ular har kuni atigan Madinaning sirtida Hara degan sayliqqa chiqib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning kelishini kutatdi. Kun qizib, sayda turish mumkin bo'lmagandila, ondan qaytib kirishatdi. Ular bugunmi xeyli uzoq saqlagandan keyin qaytib kirishdi. Ular qaytib uylariga tarqalgandan keyin Yahudilarning bir kishi o'zining bu bir ishi bilan ularning qal'alaridan bir qal'a ustiga chiqqan ekan. U Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning uning hamrohlarining kang ketgan sayda oppoq kiyim bilan bir ko'rinib, bir ko'rinmay kelayotganligini ko'rib, o'zini tutib ololmay, "Ey arablar jamoasi, sizlar taqozo bo'layotgan mo'tvaringlar, ana!" deb to'lvatdi. Buni anglagan musulmonlar darhol qo'zg'alib, qurol yaroqlarini elib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni qarshi olish uchun otlandi.
uy inoq, birli maqsad, birli nishonga qarab ilgarilayotgan bo'lsa-mu, lekin ular kelib chiqishi bir-biriga o'xshamaydigan xilma-xil oilalardan edi. U ko'chadan bu ko'chaga qo'g'inib yuradi. Ularning hokimiyat ishlariga ozroqmi aralashish huquqi yo'q bo'lib, barliq huquq dushman kuchlarning qo'lida edi. Shunga ular u yer, ya'ni Makkada insoniyat jamiyatida bo'lishga tegishlik esil fazilatlar mujassamlashgan bir islomiy jamiyat barpo qilishga qodir bo'lolmagan edi. Shuning uchunmi Qur'oni Karimning Makkada nozil bo'lgan suralarining faqat islomiy aqida, prinsiplar va har bir shaxs amal qila olishi mumkin bo'lgan shariat ahkomlarini bayon qilish va yaxshi odam bo'lish, xayr ehsonlik bo'lish, axloqliq bo'lish va razil pastkashliklardan xoli bo'lishga targ'ib qilish bilan cheklanganligini ko'ramiz. Ammo Madinachu bu yerda musulmonlarning huquqi boshdan oxir o'zining qo'lida bo'ldi. Hech kishi ularning ustidan hukmronlik qamchisini o'ynata olmadi. Endi ularga yuksalish, taraqqiyot, turmushni yaxshilash, egilik tiklash, siyosat belgilash, hukumat tashkil qilish, tinchlik o'rnatish va tinchlik o'rnatish uchun urush qilish, halol, harom, toat, ibodat, kechirsam ovozim sal bo'g'ilib qoladi. Shunga biroz to'xtab turdim. Endi davomlashtiraylik. Taat, ibodat va adab axloq deganga o'xshash hayoti dunyoning ishlarini inchikilib tartibga solish va o'ngshash uchun barliqi bilan otlanish fursati yetib kelgan edi. Shundaqla o'zaro hamkorlashish har qaysi jihatda jaholiyat jamiyatiga o'xshamaydigan insoniyat dunyosidagi har qanday bir ilg'or jamiyatdan alohida ustun turadigan 10 yil mobaynida musulmonlar mislsiz jafo mushaqqat badaliga tortgan bu islom davlatining vakillik mahsuli bo'lalaydigan yangicha bir islomiy jamiyat qurib chiqishning vaqti soati yetib kelgan edi. Hammaga ayonki, har qanday bir jamiyatni mushu yusunda barpo qilib qurib chiqish bir kun, bir oy yoki bir yilda bitadigan ish emas edi. Balki uningga jamiyat a'zolarining ong saviyasini tadrijiy yuqori ko'tarish, oliyjanob fazilatlik ishlarga ko'ndirish va ta'lim-tarbiya orqali yetaklash bilan birga din va shariat ahkomlarining takomillashishi va qonun amr farmonlar to'liqlanib, kishilarning harakatining shariat andisiga tushishi uchun ma'lum jarayon ketadi. Allah Taala bu shariatning amr farmon, qonun nizomlarini mukammallashtirib berishga kepil edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allah Taolaning ashu shar'iy qonunni ijro qilishga, uningga ongliq rioya qilishga, yetaklashga va musulmonlarni tarbiyalab, yetishtirib Allah Taolaning ummilarga, ya'ni yezishni, o'qishni uqmaydigan arablarga, ularning ichidan bir payg'ambarni, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamni avatdi. U, ya'ni payg'ambar ularga Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ularni gunohlardan pok qiladi. Ularga kitobni, ya'ni Qur'onni va hikmatni, ya'ni payg'ambarning sunnatini o'rgatadi. Qur'oni Karim sura Jumu'a 62. sura 2. oyat degan oyatining ko'rsatmasi bo'yicha to'g'ri nishonni bo'ylab yo'l boshlab mengishga mas'ul bo'ldi. Sahoba kiram radhiyallohu anhumalar Qur'oni Karimga butun hujjati bilan yuzlandi. Ular Qur'oni Karimning ahkom va amr farmonlarini o'zlashtirishga oldiraydi va har qanday bir ahkom nozil bo'lsa, xushallik bilan qabul qiladi. Xo'sh, bu masalalarni tafsiliy bayon qilish bizning tadqiqot mavzuimiz emas. Shunga biz bu haqda mushunchalik to'xtalamiz. Bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning musulmonlarga nisbatan hammadan avval qilishga tegishli ishi, shundaqla islom da'vati va ilohiy elchilikning asosiy nishoni bo'lsa-mu, lekin u yanla undaq jiddiy masala emas edi. Chunki uningdan boshqa bu yerda yuqorida
aytqanimizdek jiddiy hal qilishga tegishlik bir qancha masalalar mavjud bo'lib turibdi. Birinchisi musulmonlar masalasi. Ular ikki qismga bo'lingan bo'lib, biri o'zining tug'ilib o'sgan makoni, ona yurti va mol dunyosi ichida omon, eson va g'amsiz yashayotganlar. Undaqlarning kundalik turmush lozmatliklaridan o'zga g'am andishasi yo'q bo'lib, ular ansarlardir. Ansarlar azaldilla o'z orasida qattiq surkilish va adovat o'tlari o'chmay kelgan bir xalq edi. Ularning yanında yana bir bo'lak musulmonlar bor edi. Ular muhojirlardir. Ularning hamma narsa yo'qolgan. Ular Madinaga oralda jinni joylab chiqib olishgan. Na ularning panohgohi, na turmushni qamdash uchun ishlaydigan ish o'rni, na ularning jahondorchilik qilib turg'udak mablag'i yo'q edi. Bu musofirlarning sonimi oz emas edi. Balki deqi kundan kunga ko'payib Chunki Allohga va Allohning rasuliga iymon keltirgan har qanday bir kishining hijrat qilib chiqishi farz qilib bekitilgan edi. Hammaga ayonki, Madina iqtisodiy taraqqiy qilgan boy shahar emas edi. Shunga uning iqtisodiy vaziyati tezda davolg'ishga uchirdi. Va mushunda qiyinchilik paytida islom diniga o'chmanlik qilg'uchi dushman kuchlar Madinaga qarata yerim iqtisodiy jazo yurgizganlikdan Madinaning sirtdan kiradigan tovar miqdori ozlab ketib, xalqning turmushi zo'r darajada daxliga uchirdi. Ikkinchi, Madinadagi yerli xalqlar orasidagi texcha musulmon bo'lmay turayotgan mushriklar masalasi. Ularning musulmonlar bilan hukmronlik qilishgudak kuch mador yo'q edi. Ularning ichidagi bir qismilar bu yangi dinga nisbatan dargumon bo'lib, ajdodlarining tutgan yo'lini tashlag'isi kelmay, ikkilanib turayotgan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va musulmonlarga qarata dillarida adovat va suiqasd planlab yurmaydi. Shunaqla uzun o'tmayla ixlosmand mo'min bandlardan bo'lib ketdi. Ularning ichida yana payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga qarata ko'ngilda qattiq o'chmanlik va ig'ir adovat saqlab yuradigan bir bo'lik kishilar bor edi. Lekin ular musulmonlarga oshkora jang e'lon qilmaydi, balki teg'i zamonning shart-sharoitiga beqib musulmonlarga qarata noiloj do'stlik va sadoqat izhor qilib yuradi. Bularning katibishi Abdullah ibn Ubay ibn Salul degan kishi bo'lib, Avas va Hazraj qabillalari Boğaz urushidan keyin uni o'zlariga sardor podshoh qilib tiklab olmoqchi bo'lgan. Uningdan ilgari ular biror kishi atrofiga bundoq uyushib birlik kelgan emas va uningga toj kiygizib, xalq maqomga ko'tirish uchun uncha marjon tizib, xalq toj tayyorlab atadi. Ushtumtut Madinaga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qilib kishilar uningdan yuz o'rib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yuzinib ketdi. Shundoq bo'lmagan bo'lsa, u Madina xalqiga podshoh bo'lay deb qolgan edi. Shunga u payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni mening bo'lg'usi xalq o'rnimni tortib oldi deb qaraydi va uningga asridan o'chmanlik saqlab yuratdi. Ammo u Badr urushidan keyin vaziyatning uning uchun foydasiz tarafga yuzilayotganligini va mushundaq sherik aqidasi bilan turaversa, dunyoviy manfaatlarga nurg'un naftin quruq qolganligini ko'zda tutib, o'zining tashqi jihatda musulmon bo'lganligini og'zaki jakarlab qo'ygan edi. Lekin u dilida kufridan voz kechmagan edi. Abdullah ibn Ubay payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va musulmonlarga ziyonkashlik qilgudek fursat bo'lsa, qo'ldan bermaydi va uning u podshoh bo'lgan taqdirda erish ehtimoli bo'lgan amal mansablardan mahrum qolgan kandidat amaldori odamlari uningga yaqindan hamdamda bo'lib, uning suiqasdining planlarini ishga oshirishga kuchab madad berib atadi. Texular ba'zida o'zlarining bu rasul planini amalga oshirish uchun ayrim vaqalarni paydo qilib, qisman sodda musulmonlarni qalqon va laqshigir o'rinda ishlatdi. Uchinchisi, Yahudlar masalasi. Ular yuqorida so'zlab o'tganimizdek Hijoz
ya'ni ma'nisi Arab yerim orolining o'rta g'arbiy qismi Hijaz deb atildi debdi. Tavallikiya Ashuriylar, ya'ni Rumliqlarning zulmidan qechib kelib qolgan xalqdir. Ular aslida İbran millatiga tava xalq bo'lsa-mu, lekin ular Mijozga ko'chib kelgandan keyin kiyim-kechak, til, madaniyat qatorliq jihatlarda tamoman arablashib ketgan edi. Ularning qabila nomlari va shaxslarning ismlari mu arabcha atalgan edi. Hatto ular bilan arablar orasida quduboshlik va kuyovg'ullik munosabatlari mu barliq kelgan edi. Lekin ular o'zlarining millat, irq tavalligini qat'iy esidan chiqarmay arablarga mutlaq qo'shilib ketmagan edi. Balki o'zlarining Isroil Yahudi millati bo'lganligidan faxrlanadi. Arablarni bo'lsa intayin haqir, ya'ni tuvan ko'radi. Ularni madaniyatsiz yavoy maxluqlar, tuvan tabiqadagi savodsiz to'paylar degan ma'noni ifodalaydigan ummi, tug'ilma xalq degan atalg'i bilan ataydi. Arablarning mol-mulkini yevilish ular uchun durust. Qanday usul bilan yevolsa bo'ladi deb qaraydi. Ular ummilarning meliga xiyonat qilsak, bizga gunoh bo'lmaydi. Ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi. Qur'oni Karim sura Al-Imron 3-sura 75-oyat. Ulardan din tarqitish qizg'inligi yo'q edi. Ularning diniy sarmoyasining bor yo'qi faqat polchilik, sehrgarlik, damkashlik, duogo'ylik va qazolar bo'lib, ular shu narsalar orqali o'zlarining bilimlik, fozil ruhiy yetakchilar deb qaraydi. Yahudlar hunarvanchilik, tijorat, maishat fanlariga mahir xalq edi. Shunga oshliq, don, yal yemish, shakar, aroq, kiyim-kechak qatorliq tijoratlar asosli ishlarning qo'ldan chiqardi. Ular oshliq, raqt va aroq sharoblarni sirtin kirgizib, xurmo qatorliq yerlik mahsulotlarni sirtga chiqardi. Buningdan boshqa yana nurg'un pul tepish usullari bor bo'lib, buning bilan arablardan hasilab foyda oladi. Ular yana buning bilan qanoatlanib qolmay, jazoni xo'rliq bilan shug'ullanadi. Ular arab peshvolari, yurt oqsoqollariga, shoirlarning madhiyalariga erishib bilishi va xaloyiq orasida yaxshi nom qasdini bilishlari uchun sarf qilishga uzun muddatlik qarz elib, ularning yer-zamin, bog'-varon va dal-daraxtlarning hammasini go'ro'ga tutadi. Keyincha asta-asta yiliqi yer-zaminlarning hammasini o'zlarining mulk zaminiga aylantirib oladi. Ular hiylagar, qora niyat, suiqasdchi, fitnaxo'r, aldamchi va tabiatlik bo'lib, harisla qo'shni arab qabilalari o'tirisida adovat, o'chmanlik urug'ini chachadi va bu qabilalarga sezdirmasdan o'zlarining yoshirun hiyla-nayranglarini ishqa selib, ularni o'zira cho'qishtiradi. Shunga qo'shni arab qabilalari necha avlod davom qilgan qonliq urush, qatilangchiliklarga davomli jiddiy holatda o'tgan edi. Qachonki bu urushlarning o'tlari o'chib, istutaklari tarqalishga boshlasa, ularning zaharli qo'llari yana ko'say bo'lib, urush zidolarini qayta tatilab, arab qabilalarni rosa kushkirtib qo'ygandan keyin darhol o'zlarini chetga elib, bu bechoralarga kelgan kelmishlarni tomosha qilib qarab o'tiradi. Ulardagi buni ozdab, urushayotgan har qaysi taraflar chiqimidan qo'rqib, urush to'xtatmasin uchun ularni yuqori o'simlik qarz bilan ta'minlab turadi. Ular bu suiqasd orqali bir chalmada ikki paxtakni tang so'qatdi. Ya'ni ular bir jihatdan o'zlariga xos to'polangdan to'g'ash o'g'irlaydigandek xususiyatga varislik qilsa, yana bir jihatdan assalab o'stirib, jazoniga pul berib, zo'r iqtisodiy unumga erishadi. Hijrat mezgilida Yasrib Madinada asosliq 3 cho'ng Yahudi qabilasi bor edi. Ular Bani Qaynuqa qabilasi, ikkinchisi Bani Nazir, uchinchisi Bani Qurayza. Mana bu 3 putluq Yahudilar Uçqi Avs va Hazraj qabilalari o'tirisida
uzoq zamonlardan beri urush o'tlarini yalqinjitib, pasib qolsa ulg'aytib keldi. Hatto texi Boğaz urushida har qaysi Yahudi qabillalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib bevosita jangga qatnashdi. Yahudlarning islom diniga qarta o'shmanlik va adovat nazari bilan qaraydiganligi tabiiy edi. Chunki bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi. Shundoq bo'lgan bo'lsa-mu, ularning nafsoniyati, bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar edi. Uning ustiga islom davlati kishilar orasida yana adovat dog'larini yuyib, chechilangu qabillarni aniq o'tishga tashabbus qiladi va ishlarning samimiy, oq ko'ngil bo'lishiga, tijorat to'g'ri, adil yo'lni tanlab, pokiz rizq bilan kifoyalanishga chaqiradi. Bu tashabbus Yasrib, ya'ni Madina tavalligida uzundan beri tirkishib kelayotgan arab qabillarini o'zaro aplashtirib, inoq qarindoshlardan qilib qo'yishi mumkin. Bu chaqda bu qabillar Yahudlarning rahbarlik chanqalidan qutulib chiqib oladida, ularning tijorat bozori kasatlashadi va boylik tugminini cho'rgiltiyotgan jasonxo'rlik bozoridanmi mahrum qiladi. Balki texi bu qabillar uyg'unib, Yahudlar jasonxo'rlik yo'li bilan bo'lib olgan ashu mol mulklarni hisoblab chiqishi, ondan o'sim uchun Yahudlarga qutqizib qo'ygan yer zamin va bog' varallarni qaytarib olishga harakat qilishi mumkin edi. Yahudlar islom davlati Madinada yildiz tortishga boshlagandan beri yuqorqi ehtimolliklarni allaqachon fahmlab bo'lgan edi. Shunga ular bu o'yinni damonliqqa oshkorlamaydigan bu o'yinni bo'lib qolibdi-da. Ular bu o'yinni darmonliqqa oshkorlayolmagan bo'lsa-mu, lekin o'yini bu xiyolni demoqchi ekanda, kechirsa xato o'qib qo'yibdiman, ya'ni shunga ular bu o'yinni darmonliqqa oshkorlayolmagan bo'lsa-mu, lekin islom diniga va payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga qarata u Madinaga kelgan tunji kundan e'tiboran nihoyat qattiq dushmanlik qilib keldi. Yahudlarning bu qursoq og'riqlari Ibn Issoq rahimahulloh Umul Mu'minin Safiya raziyallohu anhadan naql qilgan mundaq bir voqelik bilan aniq oshkorlandi. Safiya bitni Uyay ibn Axtab raziyallohu anha mundaq degan: "Men otamning va tog'am Yasirlarning eng arzul qizi edim. Har qachon ularning qishidan o'ssam, ular meni qo'ldan qo'lga ilib o'yintatdi. Boshqa bolalar bilan ancha kari bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga qadam tashrif qilib, Quba kentida, ya'ni Amru ibn Avf mahallasiga tushganda, otam Huyay ibn Axtab bilan tog'am Abu Yasir ibn Axtab ikkisi bir kuni atigan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qishig'iga kirib ketdi. Ular kun o'ltiray deganda ondan qaytib chiqishdi. Ular ruhi tushkun va boshlarini tuban solgan holda nihoyat ruhsiz zo'rlib mang'atdi. Bu chog'da men odatim bo'yicha ularning oldiga o'ynalishib bordim. Ular hech qaysisi meni quchog'iga ilib qo'ymadi. Azbiray xudo, men ularning qo'shimsining andishlik turilib qolganligidan hech qaysiga erkalab qaray olmadim. Men tog'am Abu Yasirning asta ketib etib, otam Huyay ibn Axtab bilan "Ashu shumi? Ha, Alloh bilan qasam, ashu shu. Uni to'nimsan va cho'qim shu deb jazmlashtira olamsan?" "Ha, albatta. Uningga qarta qanday qaror kelding?" "Hayotli bo'ldi ekanman, uningga qarshi kurash qilaman" deyishib mang'alligini angladim. İmam Buxoriy rahimahulloh Abdullah ibn Salam raziyallohu anhuning musulmon bo'lishi haqida rivoyat qilgan hadisi buni kuchaytirdi. Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu Yahudlarning katta o'limalaridan biri edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Madinaga kirib, Bani Najjar mahallasiga tushganligini anglagandan keyin darhol uning oldiga kelib, uningga payg'ambardan boshqa hech kishi bilmaydigan bir qancha savolni tashladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning savolga bergan javoblarini anglab, shu hamon uning rost payg'ambarligiga iymon keltirdi. Ondan u: "Ey Rasululloh, Yahudlar tuhmatxo'r,
yüzsüz xalq. Ular benim musulmon bo'lganligimni bilib qolsa, sening oldingdala qarg'ili turdi. Sening oldingdala qarg'ili turdi. Avval ulardan mening ahvolimni so'rab baqqin dedi. Şoňa Peygambär sallallahu aleyhi ve sellem Yahudlardan çaqırışqa adam avatdi. Uzaq o'tmay ular yetib keldi. Bu çağda Abdullah ibn Salam öy kirib olgan edi. Peygambär sallallahu aleyhi ve sellem ulardan Abdullah ibn Salam qandaq adam deb so'radi. Ular u bizning katta o'limayimiz. O'limaning o'g'li. Fazil yaxshi odamimiz. Yaxshi odamimizning o'g'li, ya'ni bir ibarada bizning kattamiz ham kattamizning o'g'li, yana bir ibarada yaxshi kishimizning o'g'li, o'zi fazil ham fazil kishining o'g'li deb bir izohat berilibdi miyaga deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam navoda Abdullah ibn Salam musulmon bo'lsa qanday qaraysizlar debedi. Ular birdak cho'qan ko'tarishib 2-3 qatimdan Alloh o'z panohida saqlag'ay deyishdi. Shuning bilan Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu ularning oldiga chiqdi-da, bir Allohdan boshqa hech iloh barhaq yo'q. Haqiqatan Muhammad Allohning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman dedi. Yahudilar, "Hu numussizning pushti" deyishib, uningga haqorat qilg'il turdi. Ya'ni bir iborada Abdullah ibn Salam raziyallohu anhu: "Ey Yahudilar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Yakki yegona Alloh bilan qasamki, sizlar bilasizlar, u cho'qim Allohning payg'ambari." Uning elib kelgani haqdin degan edi. Ular yolg'on aytding, yolg'on deb cho'qirishib ketdi. Mana bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kirgan kundanla Yahudilardan olgan tunji sinoq edi. Demak, bularning hammasi ichki jihatga foydasiz amallar edi. Ammo tashqi jihatda yanada islom dinining ashaddiy dushmani Quraysh mushriklari bo'lib, ular 10 yil mobaynida, ya'ni musulmonlar ularning qo'l ostida mahkum bo'lib turayotgan mezgilda musulmonlarga qo'rqitish, tahdid silish, har jihatdan qisish, och qo'yish, jazolash siyosatlarini yurgizib, chedag'isiz azob oqibatlarni yog'dirdi va ularga tartiblik yurgizib, tartiblik nishonliq ta'tir tashviqot elib berib, ideya jing qo'zg'adi. Musulmonlar Madinaga hijrat qilmoqchi bo'lib edi. Ularning mol-mulk, uy-bisot, yer-zaminlarga chang silib, uni musodara qilib oldi. Ularning bola-chaqa, xotin-qizlarni ayirib birga qo'liga tushib qolganlarni hapsiga oldi va qiynab azobladi. Ular buninglik bilan cheklanmay, da'vat yetakchisi Muhammad sallallohu alayhi va sallamni o'ldirib, uni va uning da'vatini biroqli yo'q qilish suiqasdini planlashdi. Bu suiqasdni ijro qilishda qilchi behaslik qilmadi, balki qo'lidan keladigan barliq yovuzliklarni qildi va mush ishlardan keyin musulmonlar 500 kilometr yiroqlikdagi bir zaminga jinni joylab berib oldi deb bir izohat beribdi miyada. Ular yana o'zining haram aholisi Baytullohning boshqaruvchilari bo'lish sifati bilan arablar orasidagi diniy va siyosiy o'rni va ustunligidan foydalanib, keng ko'lamda siyosiy hujum qo'zg'ab, arab yerim orolining har qaysi bo'lim-pushqoqlaridagi arab mushriklarini Madinaga qarshi turishga kuch ko'rtib, hatto Madinaning iqtisodiy yerimini qamal qilish holatiga qistab akeldi. Natijada bu yerga panohlanib kelayotgan musafirlarning soni kundan kunga eshib bir paytda uning sirtdan kiradigan kirim miqdori borgan sari ozlab ketdi. Shuning bilan Makkadagi zo'migar tag'utlar bilan musulmonlar o'tirisida bu yangi vatanda pat arada cho'ng bir urushning yuz berishi muqarrarlashib qoldi. Ahvol shunday tursa, qandaqsiki yuz berishi muqarrarlashib qolgan bu urushqa musulmonlarni sababchi degili bo'lsin. Musulmonlarmı özlərinin mal-mülk və öy zəminlərini musadir qılınğandak, bu zalimlarning mal-mülklərini musadir qilish və ularning musulmonlar üstüdən oynavatqan qanlı qamchilarini ularga tanglishi yo'lluq. Xuddi musulmonlarning hayotimi ig'ir xavf ostida
qoldirilganidek, ularning hayotimi xavf ichida qoldirilishi va turmush yo'llariga to'salg'u qiyinchiliklarning paydo qilinishi zarurdir. Albatta. Qisqasi, musulmonlarmi ularning musulmonlarga tutgan pozitsiyasi va harakatlariga asosan muomala qilish kerak. Shunda qilgandila ular musulmonlarni yo'qotish va ularni tub yiltizdan quritish degan ham xiyolidan voz kechib, tinchlik yo'lini tanlashi mumkin. Mana bular Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning Alloh taoloning elchisi, ummatning diniy rahbari va qo'shinning qo'mondoni bo'lish sifati bilan Madinaga qadam bosgan dastlabki mezgilda duch kelgan hal qilish zarur bo'lgan masalalar edi. Haqiqatan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'zining payg'ambarlik rolini obdan joriy qildirdi va har bir qavmiga o'ziga loyiq mehr-shafqat mukofotini yetkazdi va yoki jazo sharobini ishkizdi. Keng qo'lliq, afuchanlik, marhamatlar, o'ch elish va qattiq qo'lliq qilishdan hamisha g'olib keldi. Oxiri bir qancha yil ichida yerim orolning siyosiy huquqiy islom dinining va musulmonlarning qo'liga o'tdi. Muhtaram kitobxonlar, tuvandagi bayonlardan bularni texim ro'shan bilib olaymiz. Sevimli qarindoshlarim, bugungi bevosita o'q tarqitish mushada og'irlashdi. Hammanglarning mushu vaqti xayrli bo'lsin. Kitob o'qish jarayonida ancha-muncha do'doqlash yoki xato o'qib qilish masalalaridan bevosita o'qish jarayonida endi unida xali bo'lib bo'lmaydi. Taskan shunga to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Alloh buyursa, atadagi mushu vaqtda diqqatinglarni kitob o'qish munbirimizning bevosita tarqitish sahifasiga berishinglarni umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Allohga emanet.